2026 Chevrolet Spark bu yil yanada ixcham, zamonaviy va shahar hayoti uchun ideal bo'lgan yangi avlod yengil avtomobil sifatida taqdim etildi. U o'zining yangilangan dizayni, tejamkor motori va qulay funksiyalari bilan ko'plab haydovchilarni o'ziga tortmoqda. Eng muhimi esa Spark har doimgidek iqtisodiy, sodda boshqaruvchan va kundalik foydalanish uchun juda ham mos. Tashqi ko'rinishida zamonaviy LED faralar, keskin chiziqli old bamper va aerodinamik kuzov shakli bilan mashina avvalgidan ko'ra jozibador ko'rinadi. Ayniqsa yosh haydovchilar yoqtiradigan ranglar palitrasi kengaytirilgan bo'lib, yorqin ko'k, qizil va oq variantlar juda mashhur. Salonda esa qulaylik birinchi o'ringa qo'yilgan. Yangi multimedia tizimi, 8 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth va Apple CarPlay Android Auto qo'llab-quvvatlashi Spark'ni o'z toifasidagi eng funksional mashinalardan biriga aylantiradi. Shuningdek, o'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan. Orqa qismida kichik bo'lsa-da, 2 kishi bemalol o'tiradigan joy mavjud. 2026 Spark'ning eng katta ustunliklaridan biri yoqilg'i tejamkorligi. 1.2 litrli yangi dvigatel 5.5-6 litr atrofida sarf qilib, har kunlik qatnov uchun juda qulay bo'lib, ayniqsa benzin narxlari yuqori bo'lgan hududlarda juda foydali. Tarkibiy qismi juda yengil bo'lgani uchun mashina shahar ichida juda chaqqon yuradi. Tor ko'chalarda burilish, parkovka qilish oson. Xavfsizlik bo'yicha ham ishlab chiqaruvchi e'tiborli yondashgan. Apps, ikkita xavfsizlik yostigi, barqarorlik tizimi va orqa ko'rish kamerasi qo'shilgan. Ayniqsa yangi haydovchilar uchun orqa kamera katta yordam beradi. Spark'ning yana bir afzalligi arzon texnik xizmat ko'rsatish. Ehtiyot qismlar hamyonbop, shuning uchun texnik xizmat xarajatlari ko'pchilikka mos. 2026 Chevrolet Spark kichkina bo'lsa-da, aqlli, tejamkor va funksional mashina qidirayotganlar uchun ajoyib tanlov. Oila a'zolari uchun ikkinchi mashina sifatida ham, talaba va ishga qatnovchilar uchun ham juda mos keladi. Agar siz ham